Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. Like shunchaki videoni keng tarqalishiga, ya'ni rekomendatsiyaga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Dadasi qachon qarasa shu akiz yamag'isiz-a? Qachon qarasa akam deysiz, ikkita non ko'tarib xabar olib qo'ydimi? Shuncha akam deysiz. Biror marotaba boshingizga ish tushganda yelka turdimi? Endi bo'ldi qiling, bolalaringiz ham katta bo'lib qoldi deguvchi. Akiz u dedi, ukiz bu dedi deb bir-biriga yomon ko'rsatadilar. Yo'inki akani xotini aytar ekan, ukiz o'zi nimalik qilib qo'ydi? Qachon qarasa kamini to'ldirasiz, qachon qarasa irtig'iga yamaqsiz. Bo'ldi endi bolalaringizni ham o'ylang, o'zingizni ham o'ylang. Va shunday quloq eshitib qolar ekanki, aka to'y qilyapsa, uka o'zini bechoraga savolaydigan, uka to'y qilyapsa, aka o'zini bechoraga savolaydigan. Shu akam bo'ladi deb uka to'y boshlashdan oldin akani oldiga bir maslahatga borsa, aka ham xotindan maslahat so'rarmish-da. Yana o'zlariga yo'l nima topganlar. Nima desa, choyna ham piyalaga egilarmish-da. Choynaymish u, xotin piyalamishda. So'rashlikda o'sha maqolni keltirib turib, xotin, ha, ukam kelibdi-da, tinchlik ekanmi? Ha, bu sho'rtum shu nimaga kelibdi bu? Yaxshilikni bilmaydigan nobakor. Shuncha akalik qildingiz, bilmagan endi tinchlik ekanmi desa, to'y boshlayapti desa, o'zi o'ylovdim bir narsaga deb keladi. Endi aka kerak bo'lib qoptimi? Yana dadasi bollarni topayotgan puliga katta ketib, katta kamini bo'yningizga olmang-a. 100 ming to'yana qilib eshik tagida yuvilmagan qoshiqqa o'xshab likillab tursangiz, bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Bu yaxshilikni bilmaydi, nobakor desa, to'g'ri aytasan deydigan akalar ham bor-da. Yo'nki shu ukam bo'ladi, meni jigarim bo'ladi, ota-onamdan meros, ko'pni ko'rgan. Shu ukamni oldiga borib to'ydan oldin bir maslahatlashib keling degan nimada aka katta boshini past qilib, kichik qilib ukani oldiga kelsa, uka ham xotindan so'rarmish-da, akamni qarang, tinchlikmi? Nima kelibdi? To'y boshlayapti. O'zi o'ylovdim, bir narsa uchun keladi bu deb. O'zini foydasiga jinnida bu akiz. Endi to'y qilayotganda uka kerak bo'lib qoptimi? Yana bollarni topayotgan puliga katta ketib, katta kamini bo'yningizga olmang-a. 100 ming to'yana qilib eshik tagida yuvilmagan qoshiqqa o'xshab tursangiz ham likillab bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Bu yaxshilikni bilmaydi bu. Desa to'g'ri aytasan deydigan ukalar ham bordi. O'zi aka kim hech e'tibor qilganmisiz? Aka bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan zot aka bo'ladi. Hamma akalarda bir qizg'anishlik hissi bo'ladi. Meni jijim, meni ukam deydi-da, birovga ushatmaydi-da, onadan boshqaga ushatmaydi. Beshikda belanib yig'lab qoladigan bo'lsa, ona bechora aytadi, "Bor ukangni tebratib qo'y" desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa, osilib bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan. Shetda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, kimlardir akada, kimlardir uka. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ikkita non ko'tarib borib, aka siz ota yo'llaysiz. Har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deyalganmizmi? Xo'p, o'sha ikkita nonni pulga berar, hech bo'lmasa quruq borib, aka siz ota yo'llaysiz, har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deyalganmizmi? O'zi bekorchi bizu bo'sh vaqtimiz yo'q. Hech bo'lmasa mana o'ylab qo'yganmizmi? Nechiga kirgan bo'lsa, shu akam meni beshigimni tebratgan, har qancha hurmatini, har qancha xizmatini qilsam oz deb hech bo'lmasa o'ylab qo'yganmizmi? Shunchalik ham bo'lamizmi? Aka kim desa, aka bu qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukasini qo'lchasidan yetalab o'ynatgani olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan aka bo'ladi. Hech aka ukani to'yxonada qo'l ushashib yurganini ko'rganmisiz?
uka biror bir shirinlikni ko'rib yeyman deb qolsa, aka ekanda qana qilib bo'lsa ham olib ukaga yegizadi-da. Aka kim desa, bo'yi tengi bo'lsa ham ukasini ko'targan ham shu aka bo'ladi. Men aytamanki, akasi bor bolalar injiq, tantiq, erka bo'ladi. Aka borda opoqlarnikiga ketilayotganda qatorlashtirib olib ketishayotganda ukalar o'tirib oladida, yurmayman, charchadim desa, ona bechora aytadi, bor ukangni ko'tarib ol desa, o'zi charchagan bo'lsa ham ukasini yelkasida ko'tarib opoqnikiga olib borgan ham shu aka bo'ladi. Aka kim desa, ukasi yig'layotganda ukasiga qo'shilib yig'lagan ham aka bo'ladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda bir otaning ikkita o'g'li bor ekan, ularga ishni buyurib o'zi ishga ketdi-da, ishdan kelib so'radi, "Ishni bajardingizmi bolam?" Katta o'g'il "Bajardim dada" dedi. Kichik o'g'ildan so'radi, "Yo'q, bajarmadim" dedi. "Endi jazosiga balkonda yotasiz" dedi. Ukani qovoqlunja osilib pastga qarab qoldi. Aka aytayapti, "Dada, balkon qorong'i-yu, qorong'i bo'lsa ham yotadi. Dada, balkon sovuq-ku, sovuq bo'lsa ham yotadi. Dada, balkonda ukam qo'qadi, qo'qsa ham yotadi" dedi. "Bo'lmasam men ham ukam bilan birga yotaman" dedi. "Yo'q. Siz ishni bajargansiz, siz uyda yotasiz, ukangiz balkonda yotadi" dedi. Uka yig'lashni boshladi, aka ham yig'layapti. Ha bolam, nima yig'layapsiz?" dedi. "Dada, qarang, ukam yig'layapti" deb ukasini ko'rsatyapti, yig'layotgan. Aka kim desa, kamoli qizg'anishli, hissi kuchli bo'lganligidan bir mehmon yo qo'ni qo'shni chiqib, ukangni mashinaga almashasanmi deb mashinani kalitini yoki pulga sotasanmi deb pulni ko'rsatgan vaqtida, "Yo'q, almashmayman, bu meni ukam" deb ukasini qizg'angan ham aka bo'ladi. Qizg'anayotganini ko'rib, ukasi tarafga qarab yurib qolgan vaqtida ukasini bag'riga bosib bermayman deb ukasi bilan birga yiqilgan ham aka bo'ladi. Shu aka ukachilik uylangan cho'rmi? Shu aka ukachilik ota-ona tirikligi cho'rmi? Ha? Nima deysiz? Aka ukachilik o'lguncho'r debdilar. Agar bir aka vafot etsa, ukalarning zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlaricha akani haqqiga duo qilishlik. Agar uka vafot etsa, akalarning zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlaricha ukani haqqiga duo qilishlik debdilar. Tirigida eslamagan, tirigida o'ylamagan, o'lganda eslaydi, o'ylaydi deysinmi? Mana shu yerda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, kechani emas, ilgari kunini emas. Chunki ba'zi bir insonlar bor, kecha nima yeganimni ham eslolmayman deydigan. Bugun hali esdan chiqmagandir, kim akasini yo ukasini, opasini yo singlisini kim esladi mana bugun? Qana akam tong ottirdikin, ukam qana tong ottirdikin deb o'ylab qo'yaldingmi? Qani haligi aka ukachilik? Ukasini beshigini birovga bermasdan tebratganlik, ukasi bilan birga bir kosada ovqat yeganlik, birga bitta libosni kiyganlik va ukasini qo'lchasidan yetalab to'yxonaga olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegan, yig'laganda yig'lagan aka ukachilik qani? Yoki mashinaga ham, pulga ham almashmagan aka ukachilik qani? Shunchalik ham bo'lamizmi? Bekorga berib qo'yapmiz ekan va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Kim umrim uzun bo'lsin desa, silay rahim qilsin dedilar. Kim xonadonimda baraka bo'lsin, fayz bo'lsin desa, silay rahim qilsin dedilar. Kim agar tuzalmayotgan bemorligimga Alloh shifo bersin desa, silay rahim qilsin dedilar. Kim otasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi otam hayot bo'lganda edi, otamga libos kiygizardim desa, akasi bo'lsa akasiga, ukasi bo'lsa ukasiga libos kiygizsin, otasiga libos kiygizganda savobi beriladi debdilar. Kim agar onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda edi, onamga libos kiygizardim desa, opasi bo'lsa opasiga, singlisi bo'lsa singlisiga libos kiygizsin, onasiga libos kiygizganda savobi beriladi debdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Tahabbu, bir-birlaringga hadiya qilinglar, o'rtalaringda oqibat bo'ladi.
bir aka bo'lib ukamizga bir kiysa maza qilib kiyadigan bir libos olib berganmizmi? Maqtanadigan, mag'rurlanadigan akam ekanda, avto yo'llik ekanda olib bergan libosini qarang deb maqtanadigan bitta libos olib berganmizmi? Yo'q desa yo'q emasda. Yo uka bo'lib akamizga ota yo'llik shu deb olib berganmizmi? Ukam ekanda, ukam ajoyib inson, ukamdaqa yaxshi inson yo'q deydigan darajadagi maqtanadigan bitta libos olib berganmizmi? Yo'q desa yo'q emasda. Lekin shunday aka-ukalar ham bo'lar ekanki, ukasini yo akasini kiygan libosidan hasar qiladiganlar ham bo'lar ekanda. Akam degani uyatadiganlar ham bo'lar ekanda. Uyda qatorlashib turgan bo'lsa ham ukasiga yo akasiga bergisi kelmaydiganlar ham bor ekanda. Yo'q deysizmi shunaqa? De ko'ynay olayotganimizda bunisi ham hayolimizdan o'tarmikin hamdi akam ham olsammikin yo ukamga ham olsammikin degan narsa o'tarmikin qiyomat soati yaqinligidanda berganini ham minnat qiladiganlarchi bechora uka hali ukada yo'q akada qatorlashib turibdi-yu meni ham rasvo qilibsan-ku bergandan keyin vaqtida olib kelib berdi o'zi bitta payavzal yeti borsa unaqa qimmat ham emas, lekin ukada yo'qligi uchun xotinam o'sha yerda rol o'ynaydi. Dadam olib berganda 200 ga berib yuboryapsizmi? Kuyovligingizdagi 200 ga berib yuboryapsizmi? Sizlar ajoyib ekansizlar deb sovuqchilik soluvchi 2-3 marta berib qo'yib bo'lsa yuragi g'ash bo'ladigan, olib kelmadimi deydiganlar ham endi qaytib bermayman. Voy birodar, ortiqmi? Bering. Berganga Xudo beradi degan gap bor. Lekin ukaga, akaga shuna qilalyapmizmi? Berib qo'yalyapmizmi? Olib berib qo'yalyapmizmi? Agar opaga yo singilga olib beryapmizmi? Olib bersak qanchalik ehtirom, qanchalik hurmat qilishchi? Bir joyga chilyoson qilgani kirsak 80 yoshlar chamasidagi hojiona ekanlar. Xonani o'rtasidan parda tutilgan, bir tarafida qizlari, kelinlari bilan yotibdilar, bir tarafida bo'lsa chilyoson qiluvchilar kirsak, xona besaramjon, dodaladod, yig'i-sig'i, baqir-chaqir, chilyoson qilish iloji yo'q. Hammamiz tashqariga chiqib o'g'illarni chaqirib, nima bo'lyapti desak, qoraka hojonani bir akalari bor edi. Yilda 2 marta yo 3 marta ko'yna olib kelib kiygizib ketardilar. Akam olib berganda mag'rurlanib, faxrlanib kiyardilar. Shu bemor bo'lib qolganlarida qo'ni-qo'shni qarindoshlar kelayotganidan biz uyatib, eski rangi o'chib ketsa ham kiyayotgan liboslarni yechib, yangi chiroyli yumshoq ko'ylak kiygizib qo'ydik. Shunaqa besaramjon bo'lib qoldilar, dodaladod qilyaptilar. Shuning uchun chilyoson qilgani chaqirdi dedi. Katta qizlari chiqib, aybmanda, ha nimaga sizda ayb? Onam menga tayinlaganidilar. Bolam, siz xushyorroqsiz, siz kattasiz. Agar men o'zim bilan o'zim bo'lib qolgan vaqtda akamni olib bergan ko'ylak egnimda bo'lmasa, akamni ko'ylagini menga kiygizib qo'ying. Chunki men yaxshi ko'raman, xohlayman. Azroil alayhissalomga shu akam olib bergan ko'ylakda jon taslim qilishlikdi. Men xohlayman, yaxshi ko'raman. Oxirgi nafasim shu akam olib bergan ko'ylakda bo'lishni xohlayman. Jon qizim deb menga tayinlaganidilar-u, onamni men bunaqa besaramjon holatda ko'rmagan edim. Shundan iztirobda esimdan chiqib qopti. Hozir dedilar-u, bir eski uvada taklangan ko'ylakni olib kirib ketdilar-da. Bir vaqt o'tib kirovringlar dedilar. Yana qaytib kirsak, xona sokin, xotirjam, yig'i-sig'i, dodvoy, baqir-chaqir. Yosindan bir mubin o'qidi, jon taslim qildilar. Tashqariga chiqsak, o'g'illari yig'layapti. Qoraka, akani, ukani olib berganini opa-singil shunaqa ham qadrlaydimi? Qarang, biz yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak olib berdik. Akalarini o'rnini bosmadi olib berganini. Akalarini ko'ylagini yana almashtirib kiygizib qo'ydik. Xotirjam bo'ldilar, sokin bo'ldilar. Ora-orada bo'lsa etagini tortib hidlab qo'yaptilar-ki, xuddi akalarini hidi keladigandek.
ko'rdingiz yo'sindan bir mubin o'qiluvdi, jon taslim qildilar dedilar. Nima uchun o'zi aka uka opa singilga libos olib beradi desa, yoshligimizda jajji qo'lchalarida paypag'imizni yuvganligi uchun. Nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, yoshligimizda ko'ynagimizni, maykamizni, shimimizni yuvib, quritib dazmollab berganligi uchun. Nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, sovuq yo ukam sovuq ovqat yemasin deb isti berganligi uchun. Kim inkor qiladi? Mani opam yo singlim paypag'imni yuvmagan, ko'ylak shimimni yuvmagan, dazmollamagan, ovqatimni shu sovuq ovqat yemasin deb isti bermagan deb kim aytaladi? Shunchalik ham bo'lamizmi? Shunchalik ham bo'lamizmi? Nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, do'zaxdan parda bo'lganligi uchun debdilar. Nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, iza kanatil qiyama, vaqtiki qiyomat kuni bo'lib, tarozini oldiga hamma mahshargohda jam bo'lib, bir odamni tarozini oldiga olib kelinib, savob pallasiga savoblarini, gunoh pallasiga gunohlarini qo'yilib, savobidan ko'ra gunohi ko'p kelib, Alloh taolo hukm qilar ekan, do'zaxga falon gunohlari borligi uchun do'zaxga hukm qilindi desa, mahshargohda larzaga keltiradigan ovoz kelar ekan, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol val Ikrom, ey Robbim bu meni akam yo ukam bo'ladi, do'zaxga solib qo'yma. Ey Robbim bu meni akam yo ukam bo'ladi, do'zaxda azoblab, yondirib, kuydirib qo'yma deb doddirkan. Xudoning rahmi kelar ekan. Nimaga desa, kimi qoluvdi? Hech kim qolmagan edi. Shunda Alloh taolo aytar ekan, do'zaxni yo'lidan qaytaringlar. Do'zaxni yo'lidan qaytarib tarozini oldiga keltirilar ekan. U dod deyotgan ayol bilan tarozini orasiga yo'lak ochinglar. Yo'lak ochilar ekan. Xudo so'rar ekan, "Hoy bandam, nima deysan? Ey Robbim bu meni akam yo ukam bo'ladi, bular meni g'ururim edi. Ey Robbim bu meni akam yo ukam bo'ladi, bular meni soliha qilib tarbiya qilishgan. Yomon yo'ldan, yomonliklardan ehtiyot qilishgan, qaytarishgan, meni saloh bir yigitga turmushga berishgan va meni orqamdan xabar olishgan, hol ahvol so'rashgan, liboslar olib berishgan. Ey Robbim, meni shu akam ukamni soliha bo'lsin deb qilgan xizmatlari, tarbiyalarini evaziga men soliha bo'lganman. Meni barcha yaxshi amallarimga shu akam ukam sababchi. Ey Robbim, shu akamni ukamni jannatga kirishlikka qancha savob kerak bo'lsa men beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekan, shu ayolni savobidan olib akasi yo ukasini savobiga qo'shinglar. Savoblar olinib, qo'shilib Alloh subhanahu va taolo e'lon qilar ekanki, falonchini o'g'li falonchini opasi yo singlisi savobidan berganligi uchun gunohi yengil bo'ldi, savobi og'ir bo'ldi. Olib kiringlar jannatga dirkan. Ana shuning uchun libos olib beradi debdilar. Olib beryapmizmi? Yo'q desa yo'q emasda, yo'q desa yo'q emas. Keltiriladi. Aka uka opa singilni ziyorat qilaman deb uyidan chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga 10 ta savob yozilib, 10 ta gunoh kechirilar ekan. Har bir bosgan qadam, bosayotgan qadamiga jannatdan bitta bino qurilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga farishtalar qanotini soptirar ekanlar. O'zi aka ukani ziyoratida nima uchun opa singilni ko'yli ko'tariladi desa, otalar vafot etgandan keyin otani o'xshashi akada ukada topilganligi uchun aka ukani ko'rganda opa singil otasini ko'rgandek bo'lar ekanda. Bir joyda shu tahabbu haqida gapirsam, bir opoqi kelibdilar, 76-75 yoshlar chamasida, ko'zlari qizargan, abgor bir holatda mehmonxonaga olib kirib bir piyola choy uzatib, "Ha opoqa" desam, bir ajoyib suhbat bo'ldi. Juda bir ko'ngillar yayradi, ko'ngillar bo'shadi. Yoshligimni esladim. Oldingizga kelib aytmasam tinchim yo'q. Shuning uchun ataylab keldim. Ha, ayting.
Otamiz yoshligimizda vafot etib qolgan edilar. Men 5 yashar, singlim 5 oylik, onamiz bir qo'llik bilan bizni voyaga yetkazdilar. Bizni shu otani mehrini ko'rmagan shu singiz akani mehri bilan qiynab qo'ymayna bolam deb shu darajada bizni oqibatli qildilarki, biror marotaba singlim ismini aytmabman. Singlim meni biror marotaba ismimni aytmaydi. Meni aka deydi, men singlim deyman. Shu darajada oqibatli qildilarki, hatto turmushga chiqqan bo'lsalar har juma borishlikni odat qildim dedilar. Onam vafot etayotganlarida ham jon bolam, shu otani mehriga to'ymadi singiz, ko'yli o'ksib qolmasin, siz oyog'ingiz bormasdan qo'yganligiga, sizni ko'rmasdan qolsa, qo'ni qo'shnining orasida hech kimi yo'q ekan deb ko'yli o'ksib qolmasin, yelkasi qisilib, eshikka ko'zi qatib qolmasin bolam. Agar onamni rozi qilaman desangiz, shu singizni rozi qiling deb vafot etdilar deydi. Shu bilan deydi 35 yil har juma xabar olman deydi. Har juma xabar olaman, 4 ta non ko'tarib boraman, yog'siz deydi. Singlim boy xonadonga turmushga chiqqan, yegani oldida, yemagani ketida. Bir kun deydi ichimga g'ashlik kirdiki, bu dasturxoni mo'l, ko'l, to'kin sochim bo'lsa-yu, patirlar, bulichkalar, yog'li nonlar, asallar, qaymoqlar, shokoladlar bo'lsa-yu, vaflilar, pechennilar bo'lsa-yu, sana olib borgan bu 4 ta yog'siz noningni yermidi? Yo moli qo'yiga beradi, yo qo'ni qo'shnisiga beradi degan ichimga g'ashlik kirdi-yu deydi. Bir safar quruq bordim deydi. Quruq borish xijolatchilik bo'lar ekan. Men o'tirgandek bo'lmadim, lekin singlim bo'lsa har safargidaqa aka, siz kirib kelsangiz otam kirib kelganga o'xshaydi-da. Sizda qandaydir bir xislat borki, xuddi otani eslasasiz-da. Aka, siz kirib kelsangiz xonadonimga fayz kirib keladi-da. Aka, ha, xuddi dadam ham sizga o'xshagan bo'lsalar kerak deb yig'lab olish odati chiqardi, chunki yoshi ham katta bo'lib qoldi-yu deydi. Bir kun ichimga g'ashlik kelib bir juma bormadim, keyin 2 juma, keyin 3 juma, keyin 1 oy, keyin 2 oy. Bir kun uyda o'tirsam deydi, jiyan kelib qoldi. Tog'a, singizni mazasi qochib qoldi, sizni so'rayaptilar. Boraver, o'zim boraman. Yo'q, tog'a, ulgimay qolasdim, mashinada keldim. Yuring, boraversanga nima dedim. O'zim boraman desam, o'zingiz bilasiz dedi-da, shoshilib ketdi deydi. Orqasidan velosipedda meni borsam deydi, darvozaxona ochiq, kirsam ro'paradagi eshik ochiq, kirib borsam o'g'il, qiz, kelin, nevara hammalari atrofida, singlim bo'lsa o'rtada yotibdi, ranglari oqargan, abgor bir holatda. Ular bilan salomlashib, duoyi Fotiha bo'lgandan keyin bir ishora qildi, hammalari chiqib ketdi-yu, ikkovimiz yolg'iz qoldik. Aka, bir narsa so'rasam maylimi? Ha, so'ring. Qo'yarda qo'ymay o'g'limni jo'natib sizni olib keltirganim malol kelmadimi? Ha, yo'q, mana keldim, mana nimaga malol keladi? Aka, ichimda bir armon, bir orzu bor edi-da, shu armon bo'lib qolmasin deb sizni qo'yarda qo'ymay chaqirtirdim. Nima o'sha armon, nima o'sha orzu, ayting, hozir qilaman desam, aka, otamni men ko'rib ko'rmaganligim uchun, eslanmaganligim uchun, siz otamga o'xshaganligingiz uchun ichimda o'ylab yurardim, qaniydi jon taslim qilayotganimda otamni ko'rsam, otamni ko'rib jon taslim qilsam deb. Shuning uchun siz otamga o'xshaganligingiz uchun sizni chaqirdim. Agar malol kelgan bo'lsa meni kechiring. Singlim bir oyoq og'riqqa ham o'laman deydimi? Hali tuzalib qolasiz, yaxshi bo'lib qolasiz desam deydilar. Aka, tana boshqa dard bilmaydi degani shu ekanda. Bu kasallik meni Xudoga yaqinlashtiradigan kasallikka o'xshab qoldi. Mendan rozi bo'ling, men sizdan roziman dedi. Bir mahal peshonasiga bu qo'limni qo'yib, rosa yig'i-sig'i bo'lib, bir o'zini to'xtatdi-da, aka, esingizda bo'lsa, har juma kelayotganingizda 4 ta non ko'tarib kelar edingiz. Shu nonni men erimga ham bermay, o'g'limga ham bermay, qizimga ham bermay, kelinimga ham bermay, nevaramga ham bermay o'zim yer edim. Suv qochsa pichoqda kesib yer edim, berkitib qo'yib yer edim. Erim rahmatli aytardi, ayasi, bu akangiz olib kelayotgan nonga qo'y yog'i qo'shilganmi, sariyog' qo'shilganmi, novvot qo'shilganmi, asal qo'shilganmi? Bizga ham biror to'rg'an bering desa, yo'q, bu nonga qo'y yog'i qo'shilmagan, sariyog' qo'shilmagan. Bu novvot, asal qo'shilmagan. Bu nonga akamni mehri qo'shilgan. Sizlar sani yeylar, men o'zim yeyman deb
berkitib qo'yib berdim. Agar shu nondan olib kelgan bo'lsangiz, biror to'rg'an bering, qandaydir tilimni ichiga shuni ta'mi kelib qoldi dedilar deydi. Tashqariga chiqib hozir deb dod deb yig'ladimki, "Hoy ablah, sen olib kelgan nonni eriga ham bermay, o'g'liga ham bermay, qiziga ham, keliniga ham, nevarasiga ham bermay o'zi yegan bo'lsa, berkitib qo'yib yegan bo'lsa, suv qolsa pichoqda kesib yegan bo'lsa-yu, sen bu sen moli qo'yiga beradi, qo'ni qo'shnisiga beradi deb 2 oydan beri shu nonga ko'zini qatiribsan" deb bolaydigan joyimdan 4 ta nonni olib salafanga solib shoshilib kesam deydi. Singlim omonatini topshirib qo'yibdi-yu, domla yig'i kelyapti deydi. Dod deb yig'layaptilarki, endi menga non tatimayapti domla deb nima qilyapti-da. Dar haqiqat opa singil aka ukani shunchalik qadrlar ekan-u, biz qanchalik qadrlayapmiz.